Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp NATO davlatlarining qora ro'yxatini tuzdi. Putin butun Rossiyadan front uchun ishlashni talab qildi. Trampning zehni va xulq-atvori amerikaliklarni xavotirga solmoqda. Eron o'z harbiy salohiyatini saqlab qolgan AQSh razvedkasi. Sog'lig'ingizni bugunoq nazoratga oling. Qon bosimingizni uyingizdan chiqmasdan aniq va oson o'lchang. Avtomatik davleni o'lchaydigan bilakka taqiladi. Tugmani bosasiz, natijasi tayyor. Siz tonometr yordamida yurak urishini ham o'lchashingiz mumkin. Tonometr rus tilida ham ovozli aytib beradi. Bu keksalar va ko'zida muammosi borlar uchun juda qulay. Tonometr ixcham, oson ishlatiladi, aniq natija beradi. Uy sharoitida shifokor nazorati kabi qulaylikni yaratadi. Mahsulot narxi 97 ming so'm bo'lib, to'lovni mahsulotni qo'lga olgandan so'ng qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Eron o'z harbiy salohiyatini saqlab qolgan AQSh razvedkasi. NBC telekanalining amerikalik qonunchilar bayonotiga tayanib xabar berishicha, AQSh razvedkasi Tramp ma'muriyatining Eron mudofaa va hujumlar salohiyatini yo'q qilingani haqidagi xabarlariga qaramay, Tehron hamon sezilarli harbiy resurslarni saqlab qolgan deb hisoblaydi. Shuningdek, harbiy razvedka ma'lumotlari Eron havo hududi ustidan to'liq nazorat o'rnatilgani hamda mamlakat mudofaa sanoati yo'q qilinganini ta'kidlagan prezident Tramp va Pentagon rahbari Heksetning bayonotlari zid ekanini qayd etilgan. Epik g'azab operatsiyasi boshda qo'ygan barcha maqsadlarga erishildi. Eron mag'lub bo'ldi. Oq uy. Putin butun Rossiyadan front uchun ishlashni talab qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ikkinchi jahon urushi davrida butun mamlakat front uchun ishlaganini aytib, hozir ham shunday bo'lishi kerakligini ta'kidladi. U bu haqda 21 aprel kungi forumda ma'lum qildi. Ulug' Vatan urushi davrida butun mamlakat front uchun askarlarimiz, himoyachilarimiz uchun mehnat qildi. Ular tank, samolyot, to'p va snaryadlar yasash bilangina cheklanmagan. Axir Ulug' Vatan urushining eng og'ir oylarida 1941-1942 yillarning qahraton sovuqlarida xuddi hozirgidek bolalar, buvilar, ayollar paypoq to'qib frontga posilka va sovg'alar jo'natgan. G'alabamiz muvaffaqiyatining siri aynan mana shu birlikdadir. Hozir ham shunday bo'ladi, dedi Putin. Uning so'zlariga ko'ra, Kreml Ukraina bilan chegarada xavfsizlik zonasini yaratishda davom etmoqda. Putin maxsus harbiy operatsiyaning barcha maqsadlariga erishilishini ta'kidladi. Tramp NATO davlatlarining qora ro'yxatini tuzdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi urushni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortgan NATO davlatlari ro'yxatini tuzdi va ularga ta'sir o'tkazish choralarini ko'rmoqda. Bu haqda ushbu rejadan xabardor bo'lgan 3 nafar yevropalik diplomat va AQSh mudofaa vazirligi vakillariga tayanib Politico xabar berdi. Nashrga yozishicha, Oq uy Eron urushini qo'llab-quvvatlamagan alyans a'zolari ro'yxatini NATO rahbari Mark Ruttening shu oyda Vashingtonga kutilayotgan tashrifi arafasida tayyorlagan. Xabar qilinishicha, Oq uy alyansga a'zo mamlakatlarning tashkilot faoliyatiga qo'shayotgan hissasi bo'yicha tahliliy hisobot taqdim etmoqchi. Bu prezident Donald Trampning uning ko'rsatmalariga amal qilmagan ittifoqchilarga nisbatan o'z tahdidlarini amalga oshirish niyatida ekanini navbatdagi belgisidir. Bu shundoq ham zaiflashgan va Trampning Grenlandiyani qo'shib olish intilishidan tortib kelishuvdan to'liq chiqish haqidagi ogohlantirishlarigacha bo'lgan hujumlariga duch kelgan alyans uchun qo'shimcha bosim omili bo'ladi, deyiladi xabarda. AQSh davlat departamenti amerikaliklarni Eronni tezkor tark etishga chaqirdi. 21 apreldan boshlab Eronning havo maydoni qisman ochilgan. AQSh fuqarolari Eronni tark etishlari, mahalliy ommaviy axborot vositalaridagi yangiliklarni kuzatib borishlari va Eronni tark etish bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olish uchun tijorat yo'lovchi tashuvchilariga murojaat qilishlari kerak. Eronni tark etmoqchi bo'lgan amerikaliklar, shuningdek, yer transporti orqali Armaniston, Ozarbayjon, Turkiya va Turkmanistonga chiqishlari mumkin. AQSh fuqarolari Afg'oniston, Iroq va Pokiston bilan Eron chegarasi hududlariga bormasligi kerak. Eron hukumati AQSh fuqarolarining mamlakatdan chiqishiga to'sqinlik qilishi yoki Eronni tark etish uchun chiqish to'lovini undirishi mumkinligini inobatga oling. AQSh va Eronning ikki fuqaroligiga ega bo'lgan shaxslar Eronni Eron pasportlari bilan tark etishlari kerak, deya tashkilot xabarida aytilgan. Trampning zehni va xulq-atvori amerikaliklarni xavotirga solmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning xalq orasidagi reytingi o'z prezidentlik davridagi eng past darajada qolmoqda. Reuters va Ipsos o'tkazgan so'rovnomaga ko'ra, ko'plab amerikaliklar Eron bilan urush va Rim papasi Leo 14 bilan keskinlik fonida Trampning xulq-atvori va temperamentiga shubha bilan qaramoqda. 20 aprel kuni yakunlangan 6 kunlik ijtimoiy so'rovnoma natijalariga ko'ra, amerikaliklarning atiga 36% Trampning ish faoliyatini ma'qullaydi.
hisoblaydi. Bu ko'rsatkich bir oy oldingidan o'zgarmagan. Prezidentning eng yuqori reytingi 47% bo'lgan. Bu ko'rsatkich u 2025-yil 20-yanvarda lavozimiga kirishganidan ko'p o'tmay qayd etilgan. Fevral oyida Isroil bilan birgalikda Eronga qarshi boshlangan urush va Qo'shma Shtatlarda benzin narxining keskin oshishi Tramp ma'muriyatiga bo'lgan bosimni kuchaytirdi. Hozirda amerikaliklarning 36% Eronga qarshi harbiy operatsiyani qo'llab-quvvatlamoqda. 10-12 apreldagi so'rovnomada bu ko'rsatkich 35% edi. Trampning ruhiy holati va temperamenti so'roq ostida. Butun mamlakat bo'ylab onlayn tarzda o'tkazilgan so'rovnomada 4557 nafar voyaga yetgan amerikalik qatnashdi. Xatolik darajasi 2% ni tashkil etadi. So'rovnomada ko'plab amerikaliklar, jumladan Tramp a'zo bo'lgan Respublikachilar partiyasining ayrim vakillari ham 79 yoshli prezidentning temperamenti va zehnidan xavotir bildirgan. Bunga uning bir qator keskin chiqishlari sabab bo'lgan. Faqatgina 26% amerikalik Trampni vazmin deb hisoblaydi. Respublikachilarning bu boradagi fikri ikkiga bo'lingan. 53% uni vazmin desa, 46% aksincha fikrda. Demokratlarning faqat 7% Trampni bosiq deb biladi. Oxirgi haftalarda Tramp o'zini asabiy tutmoqda. U ijtimoiy tarmoqlarda Eron sivilizatsiyasini yo'q qilib tashlash bilan tahdid qildi. Shuningdek, Eron urushni tanqid qilgan Rim papasi jinoyatchilikka nisbatan zaiflik qilayotganlikda ayblab, uni qoraladi. Tramp hatto haqoratli so'zlar ishlatib, Eronning barcha ko'priklari va elektr stansiyalarini vayron qilish bilan tahdid qildi. 2026-yil boshida u Grenlandiyani AQShga qo'shib olish talabi sababli NATO bo'yicha ittifoqchisi bo'lgan Daniyaga qarshi harbiy kuch ishlatish bilan tahdid qilib, boshqa ittifoqchilarni ham xavotirga soldi. Oq uy ushbu holatlar bo'yicha izoh berish so'roviga darhol javob bermadi. So'rovnoma Eron va AQSh o'rtasidagi 22-aprel kuni tugashi kerak bo'lgan sulh davrida o'tkazildi. Amerikaliklarning 51% Trampning aqliy o'tganligi 2025-yilga nisbatan yomonlashganini aytdi. Trampning papaga hujumlari e'tibor markazida bo'lishiga sabab amerikaliklarning pontifik haqidagi fikri prezidentga qaraganda ancha ijobiydir. So'rovda qatnashganlarning 60% Rim papasiga ijobiy baho berdi. Trampga nisbatan bunday fikrda bo'lganlar esa 36%dir. Papa hatto taniqli demokratlar Kaliforniya gubernatori Gavin Newsom va sobiq vitse-prezident Kamala Harrisdan ham ko'ra ko'proq ijobiy ko'riladi. Urush sababli benzin narxi oshishi ko'pchilik amerikaliklarning shaxsiy moliyaviy holatiga zarba berdi. Trampning inflyatsiya bo'yicha ko'rayotgan choralarini amerikaliklarning atigi 26% ma'qulladi. Bu u uchun eng past ko'rsatkichdir. Shuningdek, respondentlarning atigi 26% Erondagi harbiy harakatlar o'z xarajatlariga arziydi deb hisoblaydi. Atigi 25% kishi Eronga berilgan zarbalar Amerikani xavfsizroq qiladi degan fikrda. Bundan tashqari, amerikaliklarning 16% AQShning NATOdan chiqishini qo'llab-quvvatladi.